Imina siz uchun mana shu shikala uyimiz xudo xohlasa sotuvga chiqdi. Shunga ulgurib qoling, narxi yaxshi. Samarqand Darvoza ko'chasida, Shayxon Tohir yo'lining ro'parasida BM Group Novostroyka. Bir xona 4-etaj, 12 etajga 33 kvadratlik uyimiz xudo xohlasa sotuvda, narxi zo'r. Kirib kelish eshigiga, kirib kelganda kengish katta garderoblari bilan katta koridor. Bir xonali emas, kattaroq bir 4 xonali uyda kirib kelganda ashyonasini beradi. Xo'p, kirib kelganda bu yoqda kengish koridor. Bu yoqda sanuzeli, hamma sharoitlari bilan narx prosta shikalat. Ulgurib qoling, xudo xohlasa. Bu yoqda zal, ma'mullar spalni bo'ladi. Bir xonali uy. 33 kvadratlik 4-etaj, 12 etajga, o'rta etaj. Bu yoqda oshxonasi sudya farmoqda. 33 kvadratlik Xrushevka domladan uy qarab yurgan odam biladi. 61, 62, 63 sotishyapti. Yaxshi joydan o'rta etaj bo'lsa. Novostroyka, Samarqand Darvoza, joy prosta bomba. Bizga 63, 62, 61 kerak emas. Alloh barakasini bersin. 60 ham kerak emas. Limonda keyin hech kim yashamagan. 59 ham bermaylar. Agar o'zimga olaman desangiz, 58500 ga beraman. Hamma narsasi qoladi. Kalsraz notarsda beriladi, praktikada hech kim yo'q. Hujjatlari joy-joyida.